Telefon zaryadini bir kunga to'liq yetadigan qilsa bo'ladimi? Juda dolzarb savol. Samsungmi, Galaxy, iPhone'mi, Honor'mi, Redmi'mi bir kunga to'liq yetadigan qilsa bo'ladimi? Sizni mana telefoningizda eng ko'p zaryad uzoqqa yetgan vaqt qanchaga yetgan? Bir kunga yetmagan, to'g'rimi? Bilmadim. Men shunaqa qilib sozla olmadim. Meni zaryadim 2-3 kunga yetadi deb hali 10-12 yoshar bolalarda gapini aytmanglar. Ularni zaryadi Ayas telefonni qo'lidan olib qo'ygancha uzoqqa yetadi. Men kundalik hayotda ish uchun, o'qish uchun doim ishlash rejimlarini aytyapman. Hech bir kunga yetadigan. Telefon sotadiganlarni ham ko'p dumkiga tushirib qo'yadigan savol shu. Menga bir kunga to'liq yetadigan telefon topib bering desangiz, garantiya bera olmasa kerak, o'ylanadi. Shu masalada tajriba almashish juda foydali deb bilaman. Masalan, siz qaysi effektivniy usullarni bilasiz zaryad uzoqqa yetkazishda? Masalan, men bilganlarim qora rejimga o'tkazish, Wi-Fi dan ko'proq foydalanish, o'yinlarda kamroq o'ynash va operativkadan ishlatmayotgan ilovalarni o'chirib yuborish. Yana har xillar. Mana siz qaysi biridan foydalanasiz? Tajriba almashaylik, hammaga foydali bo'ladi deb o'ylayman.